Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogs'gan do'stlar. Bugungi videorolikimiz Instagramga Tekon nakurt qurish haqida bo'ladi. Juda ko'pchilik kutayotgan video bo'lib qoldi. Sababi Telegram kanalimizda so'rovnoma o'tkazdik. Deyarli 53% dan biroz ortiqroq odam, ya'ni o'sha Instagram nakurtkaga chiqishini xohlayotgan ekan. Juda ko'pchilik odam bosgan. Shu sababli bugungi videomiz shu haqida bo'ldi do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Demak, ko'p kuttirmayman unda do'stlar, biz videomizni boshladik. Bugungi videomizdagi nakurtkani esa biz sayt orqali uramiz. Sayt orqali qulay deb o'ylayman, chunki shu paytga chiqargan saytlar shunchaki ro'yxatdan o'tasiz va har 12 soatda bir marta zakaz berasiz. Programmaga qaraganda juda ham oson, chunki programmaga obra yig'ib bosib turgandan ko'ra sayt qulayroq deyman, chunki saytda ham juda ko'proq prosmotr yeyapti, odamlarga yoqayapti, layklar ko'proq bo'lyapti. Bugungi saytimiz nomi Followers deb nomlanadi. Xo'p, saytda har doimgidek oldindan kuzatilayotgan obunachilar bo'lsa, buni ro'yxatga o'tish juda ham oson bo'ladi. Saytga kirish bo'limi bor, mana girish bo'limi bosasizlar. Girish bo'limi bosgandan keyin o'sha akkauntlaringiznikini, keyin pasportini yozasiz, parolni yozasizlar. Ya'ni yana bir narsani aytib ketaman. Juda ko'pchilik obunachilar tushunmaydi. Juda ko'pchilik emas, endi bor obunachi shunaqalar ham bor, yozyapti kommentga. Akkauntim blok bo'ldi, bunaqa bo'ldi, do'stlar bo'ldi. Akkauntingiz blok emasligi uchun shuning uchun aytaman har doimgidek fake account. Siz misol uchun qaysi akkaunt nakurt qurmoqchi, o'sha akkaunt nakurt qurmoqchi bo'lsangiz, u akkaunt kirgizmaysiz nakurt qurmoqchi bo'lgan akkauntingizni. Shunchaki qo'shimcha bitta keraksiz akkaunt kirgizasiz bu yerga. O'zingizning rasmiy akkauntingizni kiritmaysiz, o'sha keraksiz akkaunt kiritasiz, nomerga mana ulab qo'yasiz, bo'ldi, ertaga blok bo'lganda qaytarib olasiz. Bunda asosiy fake akkauntingizdan ro'yxatdan o'tib, asosiy akkauntingizga nakurtkani urasiz. Asosiy akkauntingizni nakurt ursangiz, hech qanaqasiga pan bo'lmaydi. Faqat asosiy akkauntni kirgizmasanglar bo'ldi bu yerga. Fake akkaunt ochasizlar va kirgizasizlar. Iloji boricha yangi akkaunt ochib, shu yerga kirgizganingizni maslahat beraman. Yoki fake akkauntlar bo'lsa, bemalol kiritib olaverasizlar. Fake degani yolg'on keraksiz akkaunt degani. Xo'p, men bu yerga akkauntimni kirgizib olaman, keyin esa videoni men davom etaman. Va mana do'stlar, akkauntimni kiritib oldim va bu yerda ko'rishingiz mumkin 105 ta ig likes, ya'ni anamcha ig likes degani storyga like degani, shunaqa bo'lishiga adashmasam yana bilmadim. Va ig followers, ya'ni 280 ta followers. Bu yerda 280 deganimda har doimgi tek aytaman, 280 ta kelmaydi. Bundan tashqari siz TikTok va X platformalariga urishingiz mumkin. Nakurtkani biz videomiz Instagram bo'lgan sababli tufayli Instagram urib ko'rsatamiz. Mana bu yerda ig followers, iloji boricha like dan foydalanmang. Like ko'pincha kelmaydi. Followers asosiy bo'lim bu yerda. Bu yerga ustiga bosasizlar. Bosganingizdan so'ng esa mana misol uchun bu fake akkauntingizda tursa, to'g'rimi? Fake akkauntingiz turgandan keyin siz avtomatik nima qilasizlar? Asosiy akkauntningizni yozasizlar. Asosiy akkauntniki. Men o'zimda asosiy akkauntimni yozmayman. Asosiy akkauntimga nakurtka kerak emas. Ko'pchilik kerak bo'lgan tufayli o'sha uchun ular kimga kerak bo'lsa o'shalarni nikini kiritasizlar. Mana shu akkauntimni o'ziga uraman misol uchun. Mana shu akkauntni o'ziga nakurtka uraman. Mana hamra 80-82. Mana ko'rishingiz mumkin. Даже mana 1214 ta odam ham nakurtkadan kelgan. Keyin ko'pchilik so'raydi, biz birovlar akkaunt blok bo'lib ketyapti, bizniki blok bo'lib ketyapti, fake akkauntimiz ham deydi. Ya'ni 1-2 hafta, 3 hafta ishlatyapmiz, 1000 ta obuna, 2000 ta obuna qo'shib, keyin blok bo'lib ketyapti akkauntimiz. Akkauntingiz blok bo'lib ketmaydi, akkaunt shunchaki chiqarib yuborasizda, avtomatik. Ya'ni Instagram o'zi chiqarib yuboradi, programma sayti emas, chunki xavfsizlik degan nuqtai nazar bor. Bu yerda sizlar shunchaki akkauntingizga nomer bilan parollar esda bo'lsa, bu nomerni gmailab qo'yinglar, bo'ldi. Yana sizlar qaytarib yuborasizlar, qaytarib yana sayt akkauntlaringizni kiritib nakurt quraverasizlar. Men hozir mana shu akkauntni o'ziga uraman. Xohlasanglar o'sha fake akkaunt kiritgandan keyin qaysi akkauntni urmoqchi bo'lsa, o'sha nikini kiritasizlar. Men hozir shu akkauntni o'ziga uraman, fint userda bosaman. Va biroz kutamiz. Mana so'rayapti. Bo'ldi, avtomatik uriladi deyish uchun siz qancha yozasiz? 280 turgan bo'lsa, 280 ni o'zini yozib yuborasiz. Xo'p, startni bosib olamiz. Ketdi do'stlar, mana 120, 119 sekundlar sanayapti. Asta-sekin obuna kelishni boshlaydi do'stlar. Mana o'sha 1214 ta bo'lgan bo'lsa, 1221, 1227 mana ko'rishingiz mumkin. Obunalar kelishni boshlayapti do'stlar. Asta-sekinlik bilan. Normal sayt hozirda yaxshi ishlamoqda. 1214 tada boshlangandi. 1239. Hop, 1244. Xullas kelaveradi do'stlar, videoni qisqa qilamiz. Video qancha qisqa bo'lsa, odamlar shuncha yaxshi, qulay bo'ladi. Videoni qisqa qilamiz va do'stlar, mana shu time tugagandan keyin ko'ramiz nechta obuna kelganini. Videoni pauza qilamiz, keyin yana davom etamiz.
Va oradan biroz vaqt o'tib, mana vaqti ham tugadi. Endi biz Instagramga qaytamiz. Qancha kelgan ekan? 1255 ta. Где-то 1214 da boshlangandi. Shunda 41 ta obuna keldi. Endi siz yana 12 soatdan keyin mana shu akkauntingizni, fake akkauntingizdan kiritib, yana nakut ko'rishingiz mumkin. Hozir mana bu yerda yangilayman, уже mana bu yerda 280 ta 0 bo'lib qoldi jo'layk. Ya'ni 12 soat yoki 24 soat. Ko'pincha 12 soat. 12 soatdan keyin ana shu akkauntlaringizni chiqib ketib, yana qayta kirsanglar, yana 280 ta to'lib qolgan bo'ladi. Yana nakut ko'rishinglar mumkin bo'ladi, bemalol urishinglar mumkin. Bu yerda hech qanaqa sizdan birovdan tanga yoki pul so'ramaydi bu sayt. Bundan tashqari yana uraman, ko'proq uraman desanglar, fake akkauntlaringiz qancha ko'p bo'lsa, hamma fake akkauntlarni kiritaverib, asos akkauntlaringizni nakut ko'rsanglar bo'ladi. Mana bitta hozir bitta akkaunt o'zida hammada har xil keladi. Bir xillarda 30 ta keladi, bir xilda 40 ta, bir xillarda 100 ta, bir xillarda 200 ta, har xil bir xillarda to'liq bo'lib qolishi mumkin. Endi bu narsa omadga bog'liq bo'ladi. Fake akkaunt 10 ta, 15 ta fake akkauntdan kiring. Deyarli 10 ta fake akkaunt kiring. Har bittasidan 40 ta obuna kelganda 400 ta obuna, bir kunda yana уже 800 ta obuna qilib qo'yapsiz. Misol uchun har 12 soatda zakaz beradi. Kimdirlarda esa 10 ta akkaunt ochib tashlagan. Undan tashqari 4000 ta, 5000 ta kurtgan ursanglar bo'ladi. Buni hammasi tekin. Sizdan hech qanaqa 1 so'm pul so'ramaydi. Asosiy bo'lim mana shu aytganimdek ro'yxat tutib bemalol nakurtkani urishinglar mumkin. Shu bo'ldi. Asosiy akkaunt kiritmaysizlar. Yana aytib o'tib ketaman. Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tib ketamiz. Agar sizga mabodo pullik xizmat kerak bo'lib qolsa, Telegram botimni tavsiya qilaman. Botimga kirganingizdan so'ng avtomatik mana shunaqa oynani ochiladi. Buyurtma berish. Bu yerda siz Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Instagram bo'limini tanlasangiz, obunachi kafolatlangan. Siz обязательно 19500 so'mga 1000 ta obuna olishingiz mumkin. Bu obunachilar chiqib ketmaydi. Ya'ni 1 yilgacha kafolatga ko'chib turadigan obunachi 19500 so'm 20 daqiqa ichida sizda 1000 ta obunachi akkauntingizda ko'rinadi. Undan tashqari esa Telegram xizmatlarimiz ham bor. Telegramga nakurtka premium hamma xizmat bor global olib chiqish uchun. Xo'p, bundan tashqari nomer xizmatlarimizni ham tavsiya etamiz. Nomer xizmatlarimiz ham bor. Telegram, Turkiya, buni barchasi Telegram uchun ajratilgan nomerlar bo'ladi. Mana bu yer arzon davlatlar ro'yxatini bossangiz, mana bu yerda 9000 so'mdan, ya'ni 8200 so'mdan boshlab bemalol katta miqdorgacha katta miqdor bo'lgan summagacha nomer olishingiz mumkin. Buni barchasi Telegram uchun raqamlar bo'ladi do'stlar. Bugungi video shunday bo'ladi. Video yoqqanmasa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlarga barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Xo'p, bugungi sayt ssilkasini qayerdan qidiramiz desanglar, agar qidirib o'tirmayman desanglar, avtomatik kirib ketishni xohlasanglar, mana shu video ko'rayotgan videomizni kommentiga men o'zim kommentni qoldirib ketaman. Sayt ssilkasini o'sha yerdan kirib, avtomatik saytga o'tib ketasizlar yoki qidirib yozsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari esa sizlar boyaga ko'rsatgan nakurtka botimiz ssilkasi ham mana shu YouTube kanalimizga o'tsangiz, ustiga mana shuni yozib ustiga bossangiz, o'sha nakurtka botimiz chiqib keladi, mana shu havolasi. Bundan tashqari video applicatsiyasiga qo'yib o'tib ketaman nakurtka botimiz ssilkasini. Nakurtka xizmati Fashion Telegram bot. Mana shuni ustiga bossangiz, avtomatik nakurtka botimizga o'tib ketasiz. Undan tashqari esa Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolamiz, chunki Telegram kanalimizda so'rovnomalar, qiziqarli yangiliklar bo'lib qolsa, обязательно Telegram kanalimizga joylab boramiz. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida boss vlogingiz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.